Salom do'stlar, bugun biz Pythonning 7-darsini o'tamiz. Qani ketdik. Xo'sh, Pythonga kirib olamiz. Pythonning ichiga kirib olib, yangi papka ochamiz. Lesson 7.py deb ochib olamiz. Xo'sh, bugun biz terminalga sonlarni chiqarishni o'rganamiz. Ikkita usuli bor. Biri range bilan, biri append bilan. Xo'sh, birinchi bo'lib appenddan foydalanib ko'ramiz. Xo'sh. Ya'ni yangi list data ocha olamiz. List data. Xohlasak, raqamlar degan ham ochsak bo'ladi. Raqamlar ikkitali qavs qilib turib, to'rtburchak qavs qilib qo'yamiz. Hop. Endi biz buni ichiga raqam qo'shmoqchimiz. O'zimiz qo'lda yozib qo'shmaymiz, o'zi qo'shib beradi. Append, ya'ni append. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, raqamlar deymiz. Raqamlar nuqta append qilamiz. Nuqta append va ikkitali qavs qilib turib 1 qilamiz. Hop. Endi xuddi shunday qilib 5 ta qilamiz. 5 gacha son chiqarmoqchimiz. Xohla 10 ta, xohla 100 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta qildik biz. Xo'sh, bularni o'zgartirib chiqamiz. Bunisi 3, bunisi 4, bunisi 5, bunisi 6, bunisi 7, bunisi 8. Xato beribdi, boshqa narsa bosamiz. Xo'sh, bunisi 5, bunisi 6, bunisi 7, bunisi 8, bunisi 9, bunisi 10. Biz listimizning ichiga 10 gacha qo'shmoqchimiz. Xo'sh, terminalda bosadigan bo'lsak, print esdan chiqibdi. Print raqamlar. Ko'radigan bo'lsak, listimiz ichida 1 dan 10 gacha chiqarib berdi. Xo'sh, agar bu appenddan biz listga 100 ta, 200 ta qo'shmoqchi bo'lsak, qiynalib ketamiz. Append qilaverib 100 martalab yozib chiqishi kerak bo'ladi. Appendga bitta son qo'shsa bo'ladi. 2 ta, 3 ta qo'shsa error beradi. Uning oson yo'li range. Ya'ni range xohlagan raqamingizni qo'sha olasiz. Ya'ni 1 dan 100 gacha qo'sha olasiz. Bittada mana for yozasiz. Uning uchun value for value in range qilasiz. Hop. 1 dan 100 gacha kiritmoqchimiz. 1 qilamiz, qavs qilib turib 100 1 qilamiz. Xo'sh, endi ko'radigan bo'lsak, pastga tushamiz. Print value qilib qo'yamiz. Print value. Xo'sh, endi ko'radigan bo'lsak, mana 1 dan 100 gacha chiqarib berdi. Appenddan range osonroq. Agar biz appendga 10 ta son qo'shmoqchi bo'lsak, raqamlar append 1, raqamlar append 2 qilib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Range'ga sonni o'zini yozib qo'ysak, terminalga chiqarib beradi. Xo'sh, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Darsimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bosish esdan chiqmasin. Xayr.